Avtoservis kuzatuvchilari bizga Kosin firmasidan balansirovkalar yetib keldi va bu haqida sizga bitta modelimiz haqida ozgincha tushuncha berib o'tib ketamiz. Bu balansirovkamizni boshqa balansirovkalarga nisbatan farqi nimada? Farqi shundaki, bu balansirovkamizni katta diametriga LCD monitori bor va bu apparatimizda hamma ish operatsiyalari sensor bajariladi, o'zi avtomatik tarzda bajariladi. Bunda hech qanaqa ortiqcha qo'l ishi bajarilmaydi. Mana o'zi lineykasini olib kelganingizdan keyin ekraningizda ko'rib turgan bo'lsangiz, hamma razmerlarni o'zi avtomatik tarzda kirgizib berdi va mana keyin bo'ldi, ishlatishga tayyor. Eshitgan bo'lsanglar, bu balansirovkamizning ovozi boshqa apparatlarga nisbatan shumli emas, eshitilgani ham uncha bilinmaydi. Balonimiz tayyor. Mana ko'rib turibsizlar. O'zida mana samotarmojeniyasi bor, funksiyasi. Bunda bo'ldi, mana balon hech qayerga qimirlamaydi. Bemalol siz shu qoqadigan nechiga mana 10 gram tosh so'ragan bo'lsa, mana 10 gramlik toshimizni olamiz va ichki qismiga qoqamiz. Mana ichki qismiga qoqqanimizdan keyin mana bunda endi ikkinchi tomonga, tashqi tomonga qanaqa qoqaman deydigan bo'lsangiz, kelasiz. Mana o'zida R knopkasi bor. Knopkani bosamiz, mana o'zi aylanib tashqi qismiga olib keldi. Endi bemalol shu necha gram so'radi, ya'ni shu gramini so'rab, bo'ldi, balansirovkani klientga topshirsangiz bo'ladi. Bu va boshqa modellar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, YouTube sahifamizga o'tib tomosha qilsangiz bo'ladi.